Assalomu alaykum. Bugun men sizga qanday qilib arab tilidagi barcha harflarni oson eslab qolish sirlarini tushuntirib beraman. Bu videodan keyin siz 10 barobar, 20 barobar yaxshiroq eslab qolarsiz. Buni men aniq bilmayman. Ya'ni men sizga arab harflarini oson, eng zo'r, yaxshi eslab qolish sirlarini xaritasini chizib beraman. Va albatta bu xaritani o'zingiz keyinchalik qo'llashingiz kerak bo'ladi. Va men bu narsa bilan ancha yillardan beri shug'ullanib kelaman va minglab insonlarga bu narsani o'rgatganman. Va albatta ular bu xarita bo'yicha yurganlaridan keyin o'zlarida katta o'zgarishlarni sezishgan. Bugun sizlar bilan qanday qilib arab tilidagi barcha harflarni oson o'rganish va ularni oson eslab qolish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Eng qizig'i esa bugun men sizga o'rgatmoqchi bo'lgan formulam istalgan yoshdagi insonlarga to'g'ri keladi. Sizning yoshingiz 60 yoshdan katta, ya'ni siz o'zingizni yoshim katta, bu narsa o'rgana olmayman deb yurgan bo'lsangiz, aynan bu dars siz uchundir. Xotirangiz yomon bo'lsa ham, ya'ni yoshingizga nisbatan xotirangiz yaxshi emas deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham, bu darsda siz xudo xolisa albatta o'rganib olasiz. Vaqtingiz kam bo'lsa ham, ya'ni vaqtingizni chegaralab qo'ygan bo'lsangiz ham, bu dars sizga aynan to'g'ri keladi. Talentim yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ya'ni men o'rgana olmayman deyotgan bo'lsangiz, adashasiz. Albatta o'rgana olasiz, chunki har bir inson o'zi xohlagan ishni amalga oshira oladi. Oldin arab tili bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz ham, ya'ni umuman arab tilidan xabaringiz yo'q va arab tilini endi boshlamoqchisiz va arab tili siz uchun yangilik bo'lsa ham. Kelinglar, mavzuga kirishdan avval men o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam. Sababi inson kimdan ilm olayotganini aniqlashtirib olish kerak va bu juda muhim hisoblanadi. Birinchi navbatda kimman o'zi, ya'ni ustoz kim bu joyda? Nima uchun men sizlarga arab harflarini oson eslab qolish haqida gapiryapman? Bunga o'zi gapirishga haqqim bormi? Nima bilan shug'ullanaman? Mana shu haqida qisqacha men sizlarga hozir tanishtirib o'tib ketaman. Ustoz Zakariya 6 yildan beri arab tilida dars beraman. Mingdan ortiq o'quvchilarga offlayn tarzda dars berib kelganman. 5 mingdan ortiq o'quvchilarga esa onlayn video darslarim yetib borgan. 14 yildan beri arab tili sohasidaman. Maktabni bitirganimdan keyin Ko'kaldosh o'rta maxsus islom ilmi yurtida ta'lim olganman, ya'ni Toshkent shahrida joylashgan madrasada o'qiganman. Undan keyin esa, ya'ni madrasani bitirgandan keyin 3 yil Misr Arab Respublikasi ta'lim olganman. U joyda o'zbek ulamolaridan, ya'ni o'zbek olimlaridan va chet ellik o'sha Misrning eng yaxshi mutaxassislaridan dars olganman. Undan tashqari esa, ya'ni Misrdan tashqari esa Saudiya va Turkiya davlatlarida ham o'zimni tajribalarimni oshirib qaytganman. U joylarda ham o'sha yetarlicha tajriba olganmiz. O'zbekistonga qaytganimdan keyin esa 2020-yildan boshlab arab tilidan dars berib kelaman. Ya'ni 2020-yil men O'zbekistonga qaytganim, karantindan keyin qaytganimdan keyin Toshkent shahridagi Chorsuvdagi o'quv markazlaridan birida dars berishni boshladim va bu o'quv markazida asosiy o'quvchilarim esa yoshi kattalar edi. Ya'ni yoshi katta insonlar edi. Asosan yoshi kattalarga dars berishni boshlaganman. Ya'ni yosh bola kichkinalardan ko'ra yoshi kattalarga ko'proq dars berganman. Endi bu joyda inson tafakkur qiladi, ya'ni o'ylaydiki, bu o'quvchilarga qanaqa qilib men osonroq o'rgatsam, ya'ni arab tilini qanaqa qilib osonroq o'rgatsam, mana savol inson juda ham ko'p qiynardi. Shu sababli ham mana shu yo'llarni o'quvchilarimizda, tajribalarimizdan olib chiqib insonlarga o'rgatishga harakat qilganmiz. Albatta. Chorsuvda o'sha mingdan ortiq o'quvchilarga dars bergan bo'lsam, undan keyin esa o'zimizning o'sha Sayyid Akademiya arab tiliga ixtisoslashgan markazga asos soldik. Bu joyda ham o'sha jarayonlarni yaxshi tizimlashtirdik, chunki natija biz uchun muhimroq edi. U joyda ham 300 dan ortiq o'quvchi natijalarga asoslangan ta'limlarni olishdi. Kasbim bo'yicha men o'zi imom xatibman, ammo bugun men sizga o'rgatadigan usullarim oddiylikdan g'ayri oddiylikka olib chiqa oladigan usullar desam bo'ladi. Aynan shu usullar orqali o'quvchilarim og'riqlari yechildi, ya'ni og'riq bo'lgan o'quvchilarimda, ya'ni qanaqadir og'riq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta o'shalarni yechib olishdi. Agar 14 yil ortga qaytadigan bo'lsam, albatta mana shu videoni men ko'rgan bo'lardim. Ya'ni men sizga barcha harflarni oson eslab qolish xaritasini ko'rsatib beraman va ushbu videoda aynan shu xarita va qadamlarni sizga bo'lishaman. Shu vaqtgacha qiynalib yurgan harfingiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni arab tilidagi qiynalgan harfingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bu darsda siz oddiy, sodda holatda o'rganib olasiz. A nuqta va B nuqtani tushuntirib beraman. Asosiy qadamlar bo'ladi. Har bir narsaning asosiy o'rni bor. Barcha arab harflarini oson eslab qolish uchun asosiy qadamlar. Bugungi mavzularimizdan. Nima uchun arab tili o'rganuvchilar, ya'ni o'quvchilar 90% talaffuzda qiynalishadi? Qanday qilib oson o'rgansa bo'ladi? To'g'ri metod bilan noto'g'ri metodni aniqlash, diqqatni rivojlantirish. Mana shularni asosiy qadamlarni bo'ldik biz. Siz videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, videoni oxirida siz uchun harflarni chalkashtiruvchilar uchun mashq daftarini
bepulga olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni elektron variantdagi. Siz uchun 2x foyda bor. Ya'ni birinchisi bugungi videodan foyda oladigan bo'lsangiz, ikkinchisi esa o'sha darslikning oxirida albatta siz uchun tayyorlab qo'yilgan mana shu mashq daftarimizni ham qo'lga kiritishingiz bo'ladi. Sizga savol, nega 90% o'quvchilar aynan talaffuzlarda qiynalishadi? Buning ikkita asosiy sababi bor. Birinchi navbatda talaffuz o'rinlarini nazariy yaxshi tushunishmaydi. Ya'ni bironta bir harfni uni talaffuz qilishdan avval uni yaxshilab nazariyasini tushunib olish kerak. Agar siz biron bir narsani yaxshi mantiqini tushunmaydigan bo'lsangiz, uni qilishda qiynalasiz. Shu o'rinda harfni ham nazariya qismini yaxshi tushunib oladigan bo'lsangiz, uni talaffuz qilishda qiynalmaysiz. Nega insonlar talaffuzda qiynalishadi? Chunki ular o'sha nazariy qismini, ya'ni harfning mahraji, ya'ni chiqadigan o'rnini yaxshi tushunib olishmaydi. Uni bir necha bor o'qiydigan bo'lsangiz va albatta unga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, qaysi joydan chiqishligini aniq ravon tushuntirib bergan bo'ladi. Mana shu joyni agar siz e'tiborga oladigan bo'lsangiz, albatta nima bo'ladi? Bu joyda o'sha mashaqqatingiz ozroq bo'ladi va albatta talaffuzda qiynalmaysiz. Chunki tilning vazifasi bu gapirishlik, nutq qilishlik, miyaning vazifasi esa unga buyruq berishlik. Agar biz tana a'zolarimizni to'g'ri maqsadda, to'g'ri holatda ishlatadigan bo'lsak, ana o'shandagina biz qiyinchiliksiz ishlaymiz. Ikkinchi navbatda esa ko'p mashq qilishmaydi. Birinchisini bilib oldik, ya'ni nazariy qismini yaxshi tushunishmaydi. Ikkinchisi esa bu nima ekan? Ko'p mashq qilishmaydi. Ya'ni 1 marta, 2 marta urinib ko'rishadi, 3-marta urinib ko'rishadi, 5 martaga borishmaydi. Negaki qiyinchilik bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha nazariy qismini tushunmagan bo'ladi, ikkinchisida esa ko'p mashq qilmayapti. Ya'ni tushunmagandan keyin mashq qilishda ham qiynaladi. Sababi qiyinchilik bo'ladi. Miya ortga qaytarib yuboradi. Nimani? Kerak emas bo'ldi. Chunki miya dam olish xohlaydi. Shu sababli ham ko'p mashq qilmaganligi sababli ham yaxshi talaffuzni qila olmaydi. Ya'ni bu ikkita sababi. Hozir esa sizlar bilan arab tilidagi barcha harflarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Buni 1 soat ichida o'rganish mumkinmi? Ha, o'rganish mumkin. Xudo xolisa bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Darsga kirishimizdan avval esa sizga muhim eslatma. Hozir siz o'zingiz uchun daftar, ruchkani taxlab oling va albatta bugungi darsdan oladigan foydalaringizni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Sababi inson eshitganda ma'lum bir miqdordagi ma'lumotlarni eslab qolsa, yozganda esa ko'proq ma'lumotlarni eslab qoladi va keyinchalik esa mana shu konspektdan siz foydalanasiz. Va yana bitta eslatma, hech kim xalaqit qilmaydigan tinchroq xonaga chiqib oling. Sababi siz o'zingizni dars xonada muhitini yaratishingiz kerak bo'ladi. Agar siz chalg'iydigan bo'lsangiz, tashqi omillardan chalg'iydigan bo'lsangiz, ma'lumotlardan qolib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli ham albatta o'sha o'zingiz uchun tinchroq bo'lgan joyga chiqib oling, hech kim sizga xalaqit qilmasin. Unday bo'lsa, boshladik. Birinchi harfimiz bizda arab tilidagi harfimiz bu alif. Alif harfi bu yakka holatda tovush anglatmaydigan harf hisoblanadi. Ya'ni arab tilidagi bu harf yakka holatda nima qilmas ekan? Tovush anglatmas ekan. Endi hop bunga qanaqa tovush beramizda? Doimiy holatda, aksar holatlarda ko'pincha alif hamza bilan birgalikda keladi. Mana bu joyda ko'rib turganingiz hamza hisoblanadi. Ya'ni alifning yuqori qismidagi ko'rinish bu hamza hisoblanadi. Hamza harfining esa yakka holatda o'zining tovushi bor. Biz hozir bilib oladigan, tushunib oladigan narsamiz esa alifning o'zini yakka holatda tovushi yo'q ekan. Endi bu qanaqa tovushlarni oladi desa, bu arab tilidagi unli tovushlarni oladi. Ya'ni arab tilida harakatlar bor, ana shu harakatlar unli tovushlar hisoblanadi. A, I, U. Mana shu tovushlarni o'zida mujassam etar ekan. Endi esa arab tilidagi o'sha alif harfini biz eslab qolish uchun mnemonikadan foydalanamiz. Mana bu joyda ko'rib turganingizdek, o'sha alif harfi raketa misolida olib olganmiz, ya'ni alif harfini mana alif harfi va uni ustida o'sha hamzani raketa misolida qilib olganmiz. Mana shunga ham e'tibor berasiz. Endi bitta narsaga o'sha e'tibor beramizki, alif harf, lekin nima emas ekan? Bu joyda o'sha alifda mustaqil holatda tovush yo'q ekan. Tovush qachon paydo bo'lar ekan? O'sha unli tovushlar orqali. Qolgan holatda yakka holatda tovushi yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Birgalikda endi takrorlaymiz. A, I, U. Ya'ni alifga harakat beradigan bo'lsangiz A, I, U bo'ladi. Takrorlaymiz. A, I, U. Ko'rib turganingizdek. Keyingi harfimiz bizda alifbodagi harfimiz B harfi. B harfi mana bu holatda ko'rinib turibdi. Ya'ni B harfi mana shu shaklda va B harfining chiqadigan o'rni ikkilab orasida. Ikkilab orasida ekan. Endi B harfini ko'rinishini men qayiqchaga o'xshataman va uning tagida o'sha baliqchasi bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu joyda. Ya'ni qayiqcha, suv ustida turgan qayiqcha va uning tagida bitta dona baliqcha turibdi.
Endi b harfini bu undosh holatda qanaqa holatda bo'ladi desa, undosh holatda biroz tebranadi. Mana shu jihatiga e'tibor beramiz. Endi esa birgalikda takrorlaymiz. B, bi, bu, ab, b, bi, bu, ab. Ko'rganingizdek, biz harfga harakat qo'shib talaffuz qildik, ya'ni unli tovush bilan qo'shdik. Sababi arab tilidagi barcha harflar undosh harflar hisoblanadi va biz ularga unli harakatlarni qo'shib talaffuz qilyapmiz. Hozir tushunib oladigan narsangiz, arab tilida barcha harflar undosh va ularga biz unli tovushlarni qo'shib talaffuz qilyapmiz. B, bi, bu, ab. Ko'rib turganingizdek, b deganimda ham, bi deganimda ham, bu deganimda ham ikkilab tegdi bir-biriga. Demak, b harfining mahraji ikkilab orasida ekan. Ab. Keyingi xato, o'sha xatoni qilmang. Ab, b harfi undosh holatda nima bo'lar ekan? Tebranadigan harf hisoblanar ekan. Ab deb to'xtab qo'ymaymiz, balki ab deb tebratib chiqazamiz harfni. Keyingi harfimiz bizda esa ta harfi. Ta harfi ham b harfiga o'xshaydi, faqatgina nuqtalari yuqori qismda bo'ladi. Va albatta ta harfining chiqadigan o'rni bu tilimizdan uchi yuqori old tishlarning tubiga tegishligi bilan chiqadi. Mana tilning uchi yuqori old tishlarning tubiga tegishligi bilan, ya'ni tishning chiqadigan joyiga tegishligi bilan chiqar ekan. At. Va u jarangli holatda tovush bo'ladi. Endi uni qanday qilib eslab qolamizda, men o'quvchilarga o'rgataman. Bu masalan savatcha deb olaylik va savatchada ikkita meva bor. Ust qismida ikkita meva bor. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, ya'ni savatcha va unda ikkitagina meva bor. Mana shu holatda ham siz ta harfini eslab qolsangiz bo'ladi. Va birgalikda takrorlaymiz. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Endi xatoni qilmang. Qaysi xato? At to'xtab qolmang. Ya'ni undosh holatda biroz harf tebrandi. At holatda, jarangli holatda. Ya'ni to'laqonli tebranmaydi, balki bir ozgina at bo'lib. Keyingi harfimiz bizda sa harfi. Sa. Ko'rib turganingizdek, sa harfi mana shu holatda bo'ladi va uning mahraji chiqadigan o'rni tilimizdan uchi yuqori old tishlarning uchiga tegishligi bilan chiqadi. As. Buni xalq tilida chuchuk s ham deyshadi. Misol uchun, agar siz ingliz tili biladigan bo'lsangiz, ingliz tilidagi thank you, s boru, xuddi o'shanaqa holatda chiqadi. As tilimizdan uchi yuqori old tishning uchiga tegishligi bilan chiqar ekan. Ya'ni harfning mahraji chiqadigan o'rni mana shu joyda ekan. Endi buni qanday qilib eslab qolamizda, savatcha va savatchada bizda 3 ta meva bor. Ta'da 2 ta meva edi, sa'da esa 3 ta meva ekan. Mana shu orqasidan eslab qolamiz. Birgalikda takrorlaymiz. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Mana bu xatoni qilmang, ya'ni as yoki as qilib qo'ymang. Mana shu o'rinda bilib oldik, ya'ni harfning mahraji chiqadigan o'rni tilimizdan uchi, tepa yuqori old tishimiz uchiga tegishligi bilan as holatda chiqar ekan. Bizda keyingi harf bu jim harfi. Jim harfining chiqadigan o'rni bu tilimizdan o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglay. Aj. Ya'ni jim harfi tebranadigan harf hisoblanadi. Xuddiki yuqoridagi b harfiga o'xshab, jim harfi undosh holatda, ya'ni unli qo'shilmagan holatida tebranadi. Aj. Mana shu holatda jim harfining mahraji tilimizning o'rtasi va uning ro'parasi tanglay ekan. Endi uni qanday eslab qolamiz? Ko'rinishini jim harfi xuddi qorni bor insonga o'xshaydi va uning o'sha kindigi ko'rib turganingizdek mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni bu sizni eslab qolishingiz uchun. Jim harfini birgalikda takrorlaymiz. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Aj. Ko'rib turganingizdek, bu joyda ham harf tebrandi undosh holatida. Agar siz jim harfini o'zbekcha j qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni jim harfi o'zbekchadan butkul farq qiladi. O'zbek tilidagi j harfi tebranmaydi. Qaysi holatda? Ya'ni undosh holatda. O'zi harf undosh, lekin undosh holatda ham tebranmaydi. Masalan, faj deganingizda bu joyda jim harfi tebranmaydi, lekin arab tilidagi jim harfida esa tebranadi.
ij holati tebrandi. Tushunarli bo'lsa, biz keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimizning ismi esa ha. Ha harfi halqumning o'rtasidan chiqadigan harf hisoblanadi. Ha. Halqum mana shu joy deb oladigan bo'lsak va mana bu joy, ya'ni erkaklarning kekirdigidan sal yuqori qism, mana bu joy ha harfining mahraji hisoblanadi. Ya'ni chiqadigan o'rni mana shu joydan hech qanaqa to'siqqa uchramasdan talaffuzga kelib chiqadi. Oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, ya'ni ha harfini qanday talaffuz qilamiz? Misol uchun ha harfini telefoningiz yoki ochkingiz bo'ladigan bo'lsa, uni tozalamoqchi bo'lsangiz qilasiz-ku, xuddi shu holatda ha harfining mahrajidan chiqqanini bilib olishingiz bo'ladi. Ha harfining mahraji halqumning o'rtasida ekan. Endi uni qanday eslab qolamiz? Kosa, bo'sh kosa deb olaylik. Masalan, bo'sh kosa xuddi shu holatda eslab qolsak bo'ladi, ya'ni ko'rinishini. Endi esa birgalikda talaffuz qilamiz. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, mana shu holatda talaffuz qilasiz. Bu ha harfi o'zbek tilidagi yumshoq h ga o'xshamaydi. Mana shu xatoni siz qilib qo'ymang. Ya'ni o'zbek tilidagi yumshoq h ga o'xshab ketadi deyshadi, lekin unaqa emas. O'zbek tilidagi yumshoq h bilan Hasan bilan Hasanning farqi bor. Arab tilidagi ha harfi. Halqumning o'rtasiga e'tiborni qaratamiz va mana shu joydan chiqazamiz harfini. Keyingi harfimiz bizda xo. Xo. Boya ha harfi halqumning o'rtasida edi-yu, endi esa xo harfi qaysi joyda joylashgan desa, xo harfi halqumning yuqori qismida joylashgan. Xo harfining chiqadigan o'rni halqumning yuqori qismi mana bu joyda. Bu xuddi o'zbek tilidagi qattiq h ga o'xshab ketadi. Buni eslab qolish uchun oddiygina xo'roz. Misol uchun mana buni joyida ko'rib turganingizdek xo'roz tasvirlab berganmiz. Ya'ni toji bor, xo'rozning toji bor. O'sha toji nuqtasi deb oladigan bo'lsak, halqumning yuqori qismini oladigan bo'lsak, mana shu joyda. Xo, xo'roz. Endi birgalikda takrorlaymiz. Xo, xi, xu, xo, xi, xu, mana shu holatda takrorlasangiz, albatta buni ham oson o'rganib olasiz. Xo harfi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizda keyingi harf dal. Dal harfi. Dal harfining chiqadigan o'rni xuddiki ta harfi, ya'ni yuqoridagi o'tgan ta harfimiz kabi bir joydan chiqadi. Ya'ni ikkalasining chiqadigan o'rni bitta. Ed deganingizda tilimizning uchi yuqori old tishlarning tubiga tegishligi bilan chiqadi. Edi, edi. Endi farqli o'ralar qanaqa holatda bo'ladi desa, dal harfi tebranadi. Qaysi holatda tebranadi? Undosh holatda. Ya'ni unli harakat bo'lmagan holatida dal harfi tebranar ekan. Endi uni ko'rinishini eslab qoladigan bo'lsak, qiyaroq ochilgan eshik bor. Mana ko'rib turganingizdek, qiyaroq ochilgan eshikni ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni qiyaroq ochilgan bu dal harfi. Yoki ilmoqcha sifatida ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ilmoq mana bunaqa holatda bo'ladi-yu, xuddi shu holatda ham eslab qolsangiz bo'ladi. Ya'ni umumiy holatda uni ko'rinishini eslab qolyapmiz. Endi esa birgalikda talaffuzini takrorlaymiz. Da, di, du, edi. Da, di, du, edi. Xo'p, endi qanaqa xato bor? Qanaqa xato qilishadi o'quvchilar desa, arab tilidagi dal harfi bilan o'zbek tilidagi harfi farq qilar ekan. Negaki dal harfi yuqorida aytib o'tganimizdek tebranadi qachon sukunli holatda. Edi, edi mana shu holat. Lekin o'zbek tilida ad desangiz tebranmaydi. Harf sukunli holatda o'z joyida qoladi. Arab tilida esa nima bo'ldi? Harf tebrandi. Keyingi harfimiz bizda zal harfi. Zal, zal, zal. Ko'rib turganingiz mana bu harf zal harfi xuddiki dal harfiga o'xshaydi, faqatgina ustida bitta nuqtasi bor. Mana shuni ham ajratib olsangiz bo'ladi. Zal harfi. Endi buni qanday bog'lab qo'yamizda? Zal harfi deganda tepada nuqta suribdi, xuddi o'sha tepaga tilimizni olib borib tekkizamiz. Ya'ni tilimizni qaysi joyga tekkizamizda? Tishimizning uchiga. Sa harfini tushunib olgandik. Sa harfi bilan zal harfining mahraji bitta joy. Ya'ni tilimizdan uchi yuqori old tishlarning uchiga tegishligi bilan chiqadi. Zal, az. Ya'ni z artikli bor-ku, ingliz tilida. Xuddi shunaqa z deganingizda tilimizdan uchi yuqori old tishning uchiga tegadi. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Sa, za.
Ha? Sa, za. Mana shu holatda bilib oladigan bo'lsangiz, ya'ni sa bilan zal harfining mahraji bitta joy ekan. Bo'ldi, ikkalasi bitta joydan chiqadi va albatta buni talaffuz qilishda qiynalmaymiz. Birgalikda talaffuz qilamiz. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Az, az. Za, zi, zu. Az. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Endi agar buni yo'g'onroq talaffuz qiladigan bo'lsangiz, noto'g'ri harf bo'lib qoladi. Shuning uchun zal harfi ingichka talaffuz bo'ladigan harf va mana shu joyga e'tibor berib qo'yasiz. Bizda keyingi harf bu ro harfi. Ro harfining chiqadigan o'rni. Bu harf ya'ni tilimizning ro'parasidagi tanglay va yuqori olchani milkidan sal teparog'idan ro harfi chiqadi. Ya'ni milkidan sal yuqori harf tomonda ro harfi chiqar ekan. Ar, ro, ri, ru. Endi buni qanday eslab qolamiz? Bizda o'sha yangi chiqqan hilol oy bo'ladi, xuddi shunaqa yoki yana ham boshqacharoq esda qolarliroq bo'lish uchun biz o'sha buni o'sha bananga o'xshatamiz. Bananning ham shakli mana shu holatda bo'ladi. Shaklini, ya'ni eslab qoladigan bo'lsangiz, bananning shaklini ko'radigan bo'lsangiz, albatta bu ro harfi bo'ladi. Endi esa birgalikda takrorlaymiz. Birinchi navbatda tushunib oldik, ya'ni ro harfining mahraji tilning ro'parasidagi tanglaydan, ya'ni yuqori old tishlarning milkidan sal teparoq joy ekan. Ro, ar ushlaymiz. Ar mana shu joyda his qilishimiz kerak. Ro, ri, ru. Ar. Birgalikda takrorlaymiz. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ar. Mana shu joyda agar siz his qilayotgan bo'lsangiz va tushunmagan bo'lsangiz, mana shu joyda zo'r bo'ladi. Endi mana bu xatoni qilmang. Bir xillar o'sha ingliz tilidagi r qilib qo'yishadi. Ya'ni tilni sal yuqoriroq ko'tarib qo'yadi. Mana shu yuqoriroq ko'tarib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Right, right deyishadi. Ingliz tilida right deganda tilimiz r harfini aytayotganda biroz bundoq bukiladi, lekin arab tilida unaqa emas. Mana shu xatoni qilmang. Iltimos sizdan right qilib. Agar siz harfni chiqadigan o'rniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, albatta harf juda ham chiroyli chiqadi. Ro. Mana bilib turibmizki, o'sha tanglaydan sal pastroqda, ya'ni yuqori old tishlarning milkidan sal teparoqda ro harfi tegib chiqyapti. Erkin, yengil holatda talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Ro, ri, ru. Ar. Qaytardingiz degan umiddaman. Kelganimizda za harfi. Roni za harfi ham bor, dalni zal harfi bor edi. Bu joyda roni za harfi. Ya'ni za harfi qanaqa holatda bo'ladi? Roga o'xshaydi, ya'ni bananga o'xshaydi va uning yuqorisida bittagina nimasi bor? Nuqtasi bor. Hilol oyning yuqoridagi nuqtasi bor. Yulduzcha turibdi. Endi za harfining mahraji qanaqa holatda bo'ladi? Ya'ni chiqadigan o'rni qaysi joyda desa, tilimizning uchi pastki tishlarimiz ortida qolib, tepa va past tishlarning orasidan chiqib keladi tovushga. Az, ya'ni arining vizillash kabi. Az, za, zi, zu. Az, za, zi, zu. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Bilib oldikki, za harfining chiqadigan o'rni tilimizning uchi pastki tishlarimiz ortida qolib, tepa va past tishlarning orasidan za harfining tovushi chiqib kelar ekan. Az, za, zi, zu. Az. Ya'ni bu arining vizillashiga o'xshab biroz sirg'anib chiqar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni o'zbek tilidagi z harfiga yaqinroq. Bizda keyingi harfimiz bu sin harfi. Ya'ni sin harfining chiqadigan o'rni xuddiki yuqorida o'tgan z harfimizga o'xshaydi. Ya'ni sin harfining mahraji chiqadigan o'rni tilimizdan uchi pastki tishlarimiz orqasida qolib, tepa va past tishlar orasidan chiqib kelar ekan. As. Va biroz nima bo'ldi? Sirg'andi. As, sa, si, su. As. Mana shu holatda talaffuz qilar ekanmiz. Bilib oldik, ya'ni sin harfi hamda za harfi bir joydan chiqar ekan, mahraji bir. Endi buni qanday eslab qolamiz desa, men o'quvchilarga doim aytib kelaman, ya'ni to'lqin sifatida eslab qoling. To'lqin, 3 ta to'lqin yoki bu uni shoxi kabi yoki bizdagi o'sha rus til alifbosidagi, ya'ni kiril alifbosidagi bundoq sh harfi bor, xuddi shunaqa holat eslab qolsangiz bo'ladi. Faqatgina buni yakka holati nimasi bo'ladi? Qorinchasi, ya'ni kosachasi bo'ladi. Mana shu jihatdan. Endi bizda keyingi harf esa bu shin harfi. Shin harfi. Shin.
Sin harfiga o'xshaydi, faqatgina ustida nima? 3 ta nuqtasi bor. Shin harfining mahraji jim harfi kabi tilimizning o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglaydan chiqadi. Ash. Xuddiki ilonni fishillashga o'xshaydi. Fish qiladi ilon, xuddi shunaqa holat fishillaydi. Ash. Tilimizning o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglaydan shin harfi tovushi chiqib kelyapti. Ash. Sha, shi, shu. Ash. O'zbek tilidagi shdan farqli o'roqliq nima ekan? Sirg'anar ekan. Bu xatoni qilmaysiz degan umiddaman. Ya'ni sh harfi o'zbek tilida nima bo'lmaydi? Sirg'anmaydi. Endi buni qanday eslab qolamiz? Buni ham o'sha tish shotkasi bor va uning ustida pasta bor. O'sha pasta 3 bo'lak pasta bor. Shunaqa holatda eslab qolsangiz ham bo'ladi. Ya'ni esda qolish uchun bu narsa. Endi bizda sod harfi ham sin harfi za harfiga o'xshab bitta joydan chiqadi. Ya'ni sod harfining mahraji tilimizning uchi pastki tishlarimiz orqasida qolib, teva va past tishlarning orasidan chiqib keladi. Bu oddiy holatda oson. Ya'ni sin harfini shunchaki yo'g'on qilamiz. So, so, soy, su, so, soy, su. Birgalikda takrorlaymiz. So, soy, su. Sin harfida ingichka edi, sa, si, su edi, lekin sod harfida bu nima? Yo'g'on talaffuz bo'lyapti. Demak, sod harfimiz yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf ekan. Sin harfimiz esa ingichka talaffuz bo'ladigan harf edi. Juda ham oson buni ajratib olish. Misol uchun, hozir mana bu joyda chiqadi, sovun. Hamma sovun deydi. Hech kim sovun demaydi. Ya'ni sovun deganda yo'g'on talaffuz bo'lyapti. Mana shu o'rinda sovun deganingizda sod harfi yugurgilab chiqib keladi. Sa bo'lsa oddiy holatda, ingichka holatda, yengil holatda chiqadi. So deganimizda og'izlar to'laqonli ochiladi. Sa deganimizda og'iz ingichkaroq, ya'ni yonga qarab ketadi. So og'iz to'la bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, sovunni misol qilib oldik. Ya'ni eslab qolish uchun mana shu narsani o'zingizga bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Yana birgalikda takrorlaymiz. So, soy, mana soy, si deganda si oddiy si, lekin soy deganda ayga yaqinroq, rus tilidagi ayga yaqinroq. Soy, so, soy, su emas, balki bu joyda su yo'g'on talaffuz bo'lyapti. Su, as bo'lsa bu sin bo'ladi. Birgalikda yana takrorlaymiz. So, soy, su, Demak, biz qilmas ekanmiz qaysi xatoni singa o'xshatib qo'ymaslikni, ya'ni ingichka holatda talaffuz qilib qo'ymaslik ekanmiz. Qolgan holatda sod harfi yo'g'on holatda chiqar ekan, buni bilib oldik. Endi esa bizda juda ham ko'pchilik qiynaladigan va o'sha mana shu harfni chiqaza olmayman deydigan va albatta bu mana shu bitta harf sababidan ham butun boshli arab tili dod tili ham deyiladi. Ya'ni bu dod harfi boshqa tillarda umuman uchramaydi. Faqatgina arab tilida bor bu harf. Ko'rib turganingiz dod harfi xuddiki sod harfiga o'xshaydi, faqatgina ustida nimasi bor? Bittagina nuqtasi bor. Mana shu jihatdan ajralib turadi. Dod harfining mahraji qanaqa holatda bo'ladi? Qanday qilib dod harfini oson eslab qolsak bo'ladi va oson talaffuz qilsak bo'ladi? Dod harfini misol uchun olaylik. Mana bu tilimiz. Ko'rib turganingiz mana bu til. Endi tilni mana bu old qismi va mana bu joyi bo'ladi. Ikki yon qismi va old qismi bor. Xuddi dal harfiga o'xshaydi. Talaffuz qilishga mashq qilamiz. Mana ad deganimizda tilimizdan 3 bor tegyapti. Qaysi joyga? Yuqori old tishlarning milkidan sal pastga, tubiga tegyapti. Endi mana shu joyda dod harfida qanaqa holat bo'ladi? Tegadi va endi tilning yon qismlarini tekizamiz. Ikkita yon qism tegadigan bo'lsa juda ham a'lo. Agar siz ikkitasini tekiza olmaydigan bo'lsangiz, bittasini tekizsangiz ham kifoya qiladi. Endi mana shu joyda dod harfi ikki yon tegdi va til biroz ko'tarildi va mana shu joyda nima ushlanadi desa, havo ushlanib turiladi. Va havo ushlangandan keyin qo'yib yuborganingizda dod harfi chiqadi. Mana al deganimda men tilimni uchini o'sha tekkizdim. Ya'ni tishlarning tubiga tekkizdim va albatta ikki yonni nima qildim? Birlashtirdim milkka. Mana bu tishning milkiga yopishtirdim va albatta til biroz ko'tarildi va mana shu joyda havo ushlandi. Endi men uni qo'yib yubordim. Mana shu joyda dod harfi chiqdi. Do birgalikda takrorlaymiz. Doy, soyga o'xshab doy bo'ladi.
eld, eld. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Endi siz xato qilmang. Qanaqa xato bu desa, o'sha zo bilan adashtirib qo'ymang. Oddiy holatda talaffuz qilib qo'yishadi ko'pchilik. Zo qilib qo'yishadi. Bu noto'g'ri. Do umuman boshqa. Do, eld, do, du. Bilib oldik, ya'ni mashq qilamiz, dalni mahrajiga olib boramizda tilimizni, keyin ikki yonini yopishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu joyda ham nazariy bilim bizga juda ham muhim. Agar siz mana shu nazariy bilimni tushunmaganingizda, mana shu harfni qanaqa holat chiqishini tushunmasdan qiynalib yurgan bo'lardingiz. Birinchi navbatda aytganimizdek, nazariy qismini yaxshilab tushunib oling, albatta keyin uni amaliyotga qo'llashga harakat qiling. Do birgalikda du. Mana shu holatda eld deb takrorlaysiz. Tushunarli bo'lsa, keyingi harfimiz bizda to harfi. To harfimizning mahraji ham dal, ta harflari kabi tilimizdan uchi yuqori old tishlarning tubiga tegishligi bilan chiqadi. Faqatgina to harfimiz nima bu joyda yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf va tebranadigan harf. Qaysi holatda? Yuqorida aytib o'tgandek, ya'ni undosh holatda harf tebranadi. To, toy, tu, eto. To, toy, tu, eto. Mana shu joyda. Endi biz buni bog'lab qo'yamiz. Qanaqa holatda? Ko'rinishi misol uchun katta tog' va uni yonida kichkinagina tog'cha qilganman. Misol uchun, ya'ni to. Masalan, Toshkentda aytishadi-ku, tog'ga ketdi deyshadi. Xuddi mana shu o'rinda to'ga deyishadi. Taga demaydi yoki boshqa narsa demaydi. To deya, to. Og'iz to'lab aytadi-yu. Mana shu holatda to harfi chiqadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mahraji tilimizdan uchi yuqori old tishlarning tubiga tegishligi bilan chiqar ekan va albatta yo'g'on talaffuz bo'ladi. Ikkinchi sifati nima edi? To harfi undosh holatda tebranadi. Elto. Birgalikda takrorlaymiz. To, toy, tu, elto. To, toy, tu, elto. Yana bitta xatoni qilmang. Bu xato nima? Harfni tebratmaslik. Elto yoki ingichka qilib qo'yish. Eto qilishadi. Bu noto'g'ri. Elto to'laqonli harf undosh holatda tebranadi. Harf so'zning oxiriga kelganda. Ya'ni tebranishni ingichka qilib qo'ymang. Elto yo'g'on qilishingiz kerak. Chunki harf yo'g'on. Do'rsillagan deydi-ku. Shunaqa. Keyingi harfimiz bizda zo harfi. Zo. E'tibor bergan bo'lsangiz, zo deganimda tilimni uchi yuqori old tishlarning uchiga tegishligi bilan chiqdi. Yuqorida biz o'tgandek sa harfi, zal harfi, xuddi shunaqa zo harfi ham mana shu joydan chiqadi. Ular, ya'ni yuqorida o'tgan ikkita harfimiz ingichka talaffuz bo'ladigan harflar edi. Zo harfi esa yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf. Zo. Ko'rib turganingizdek, zo deb talaffuz qilyapman. Zo. Birgalikda takrorlaymiz. Zo, zoy, zu, az. Endi zal bilan qanaqa farq bo'ladi? Za, zi, zu, az. Bunda ingichka talaffuz qilyapman. Zoda esa zo, zoy, zu, az. Yo'g'on talaffuz qilyapman. Mana shu jihat bilan ham nima qiladi? Farq qiladi. Eslab qoladigan bo'lsak, to harfini bitta nuqtasi bor, bu zo harfi hisoblanadi. O'sha yuqorida aytgandek-ku, tishimizga tekizib qo'ysak, mana shu nuqtasini eslab qolamiz. Va biz darsimizning kulminatsion nuqtasiga keldik, chunki ko'pchilik mana shu harfni ko'rsa juda ham qo'rqishadi va albatta chiqazolmay yillar davomida qiynalishadi. Bu harfni ham chiqarish juda ham oson, faqatgina o'sha nazariy qismini yaxshi tushunib oladigan bo'lsa va ko'proq mashq qiladigan bo'lsa, albatta buni ham oson tushunib oladi. O'sha bilganingizdek, bu ayn harfi. Ayn harfi halqumning o'rtasidan chiqadi. Ya'ni ha harfiga o'xshab halqumning o'rtasidan ayn harfi ham chiqar ekan. Bu joyda qanaqa holat talaffuz qilamizda, oddiy misol men sizga o'rgatib qo'yaman. Ya'ni uzun a bor. O'shani qisqa qilib men sizga hozir o'rgataman. Mana shu joyda deganingizda halqumning o'rtasida to'xtash kerak. To'xtatdingiz. To'xtatdingiz. Mana shu holatda, ya'ni aynni mahrajini, ya'ni chiqadigan o'rnini sezsangiz bo'ladi.
Agar bu narsani tushunmagan bo'lsangiz, qiynalayotgan bo'lsangiz, misol uchun uyda olma bo'ladi, kattaroq olma bo'lsa, o'shani tishlaysizda mana a degan holatda tovush, ya'ni a deganingizda halqumning o'rtasidan chiqadi. Ayn harfi bu ingichka talaffuz bo'ladigan harf. Ko'pchilik o'zini qiynab ayn qilishadi. Bu esa juda ham noto'g'ri usul. Ayn harfini yengil holatda ayn, ya'ni yengil holatda talaffuz qilsangiz ham bo'ladi va o'zingizni qiynamagan holatda. Birinchi navbatda o'sha ayn harfini nazariy qismini yaxshilab tushunib oling. Albatta, keyin mana shu aytgan misolimizni qo'llab ko'ring. Birgalikda takrorlaymiz. Ay, u, ay, u, mana shu holatda. Yuqorida aytib o'tgan ikkita mashqimizni takrorlaydigan bo'lsangiz, albatta bu sizni ayn harfini chiqarishga yordam beradi. Xudo xohlasa, albatta bu sizga manfaat beradi degan umiddaman. Keyingi harfimiz bizda g'oyin harfi. G'oyin harfini ayn harfiga o'xshash jihati bor, faqatgina ustida bittagina nuqtasi bor. Yuqorida o'tganimiz kabi, ya'ni ha harfi halqumning o'rtasidan chiqardi, xo harfi esa halqumning yuqori qismidan, ya'ni xo'rozga ketadigan x, halqumning yuqori qismida edi. G'oyin harfi ham halqumning yuqori qismidan chiqar ekan. Ya'ni xo harfi va g'oyin harfi mahrajdosh, ya'ni chiqadigan o'rni bitta joydan. Va ikkalasi ham yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf. G'o, g'i, g'u, ag'u. G'o, g'i, g'u, ag'u. Mana shu holatda nima qilasiz? Talaffuz qilasiz. Ag'u. G'o, g'i, g'u, ag'u. Hech qachon bu xatoni qilmang, ya'ni g'a, g'i, g'u qilmang. G'a emas, g'o. Chunki g'oyin harfi bu yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf ekan. G'o, g'i, g'u, ag'u. O'ylaymanki, birgalikda talaffuz qilyapsiz men bilan. Bizda keyingi harfimiz bu fa harfi. Fa harfining chiqadigan o'rni tepa tishimiz pastki labimizga tegishligi bilan chiqadi. F. E'tibor beramiz. Tepa tishimiz pastki labga tegishligi bilan. Ya'ni pastki labni quruq va ho'l joyi bo'ladi va o'shaning o'rtasiga fa harfi chiqadi. Ya'ni tishimizdan uchi pastki labimizga tegadi. F. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Fa, fi, fu, f. Fa, fi, fu. Birgalikda fa, fi, fu. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Va fa harfi, misol uchun o'sha kemachi va yoki baliqcha misolida olganman. Shunaqa holatda ham eslab qolsangiz bo'ladi. Ya'ni o'quvchiga mana shu holatni tushuntirib berardim. Sizga ham o'sha baliqchani ko'zi va bundoq ketgan dumini esingizda qoldirsangiz va tepasida bittagina nuqtachasi bo'ladi. Mana shu ko'rib turganingiz bu fa harfi. Fa harfi o'sha ingichka talaffuz bo'ladigan harf hisoblanadi. Endi o'zbek tilidagi f harfi bilan o'xshashmi? Ha, o'xshash. F degani o'sha to'laqonli talaffuz qilishimiz kerak. O'zbek tilida f desak, f deb ketamiz. Shunchaki f deb ketamiz. Lekin misol uchun f ni to'laqonli, ya'ni undosh holatda bildirmaymiz. F deb oddiygina o'tib ketamiz. Arab tilida esa f deb to'laqonli harfni talaffuz qilamiz. Keyingi harfimiz bizda qof harfi. Qof harfimizning mahraji tilimizning tubida. Tilimizning tubi, ya'ni tilning tub qismida qof harfi va uning ro'parasidagi tanglay. Tilimizning tubi va uning ro'parasidagi tanglaydan qof harfi yugurgilab chiqib kelar ekan va u sukunli holatda tebranadi. Xuddiki jim harfi, dal harfi, ba harfi kabi qof harfi ham tebranar ekan va qof harfi yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf. Birgalikda takrorlaymiz. Qo, qi, qu, aqo. Ko'rib turganingizdek undosh holatda men uni nima qildim? Tebradim. Ya'ni hech qanaqa unli tovush qo'shmadim va tebradim. Aqo. Qo, qi, qu, aqo. Mana shu holatda yana bitta takrorlaymiz. Qo, qi, qu, aqo. Tushunarlimi? Endi o'sha yuqorida aytganimizdek to harfiga o'xshab buni ham o'sha tebratishda e'tiborli bo'ling. Aqo. Ya'ni ingichka tebratib qo'ymang, balkim qof harfi yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf, shu sababli ham tebranish ham yo'g'onroq bo'ladi. Aqo. Mana shu holatda tebratasiz. Bizda keyingi harf bu kaf harfi, ya'ni
kaf harfi qaysi joydan chiqadi desangiz, kaf harfi tilning tubidan sal oldinroq. Ya'ni qof tilning tubida edi, kaf esa uning ro'parasidagi, ya'ni kaf esa undan sal teparoqda tagnangning ro'parasidan chiqib kelar ekan. Ya'ni kaf harfining mahraji tilimizning tubidan sal oldinroq va uning ro'parasidagi tanglar ekan. Ek deganimizda mana shu holatda chiqadi. Ka, ki, ku, ek. Ta harfiga o'xshab biroz jaranglik bor. Ek, ka, ki, ku. Ana shu ko'rib turganingiz kaf harfi. Endi buni qanday eslab qolamiz deb men o'sha o'zimni mnemonikam, ya'ni o'zim eslab qolishimga o'xshadim. Mana bu ko'rib turganingiz, ya'ni devancha va uning o'rtasida bitta yostiqcha. Devanda bundoq bo'ladi bilsanglar. Mana shu holatda tasvirlab berganman. Ya'ni kaf harfining o'rtasidagi mana bu o'sha belgicha bor. Mana shunga e'tibor beramiz. Endi bizda keyingi harf bu lam harfi. Lam, al. Demak, lam harfining chiqadigan mahraji, ya'ni chiqadigan o'rni tilimizning old qismi yuqori olchaning milkiga tegishligi bilan al. Mana shu 8 tishimiz bo'ladi, o'shanga yoyiladi. Al. Mana shu yonlari bilan yoyilib biroz nima bo'ladi? Tegadi. Al, la, li, lu. Al, la, li, lu. Takrorlang. La, li, lu. Al. Mana shu holatda. Endi buni qanday eslab qolamiz? Men o'sha qarmoqning ilmoqchasi bo'ladi-yu, qarmoqlarni baliq tutadigan ilmoqcha. Xuddi shunaqaga o'xshatib qo'yganman. Ya'ni mana shu holatda eslab qolsangiz bo'ladi uning ko'rinishini. Birgalikda takrorlaymiz. Lam harfini la, li, lu, al. Mana shu holat. Tushunarli-a? O'zbek tilidagi lam harfi l harfidan biroz farq qiladi, chunki bulbul. Shunchaki bulbulda to'xtab qoladi. Bulbul. Lekin lam harfi arab tilida to'laqonli talaffuz bo'ladi. Ya'ni mahraj to'laqonli aytiladi. Keyingi harf bizda bu mim harfi. Mim. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, labim tegdi. Mim harfining mahraji chiqadigan o'rni ikki lab orasi. Xuddiki ba harfiga o'xshab. Arab tilida ikkita harf lab orasidan chiqadi, ikki lab orasidan chiqadi. Bu ba harfi va mim harfi. Mim harfi va ba harfi ikki lab orasidan chiqadigan harflar ekan. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Ko'rinishi ham oddiy, ya'ni mana shu holatda eslab qolsangiz ham bo'ladi. Mim harfini, ya'ni qanaqa holat desak bo'ladi buni? Mushuchani orqa tarafdan ko'rib turamiz va uni dumi pastga tushgan holatda ham eslab qolsak bo'ladi. Keyingi harfimiz bizda nun harfi. Nun harfining chiqadigan o'rni tilimizning old qismi milkiga tegishli bilan, yuqori olchlarning milkiga tegishligi bilan chiqadi. Lamda yoyilib chiqadi, lekin nunda an deganimizda yoyilmaydi. An deganimiz yoyilmaydi. Na, ni, nu, an, na, ni, nu, an, na, ni, nu. Takrorlang. Na, ni, nu, an. O'zbek tilidagi n harfiga o'xshamaydi, chunki banan deganingizda banan oddiy n bo'lib qoladi, lekin arab tilida buni talaffuz qilganingizda an deganingizda dimoqdan biroz chiqadi. An deysiz. Keyingi harfimiz bizda bu vav harfi. Vav. Av. E'tibor bergan bo'lsangiz, men vav harfini talaffuz qilganda av deganimda lablarimni yumaloq holga keltirib oldinga chiqazdim. Vav harfining mahraji, ya'ni chiqadigan o'rni lablar yumaloq holga keltirib biroz oldinga chiqishligi bilan bo'ladi. Av, va, vi, vu. Av, va, vi, vu. Mana shu joyga e'tibor beramiz. Endi sizdan iltimos o'zbek tilidagi v qilib qo'ymang. Chunki o'zbek tilidagi v harfi tepatish pastki labga tegishli bilan chiqadi. Lekin arab tilidagi vav harfi ikki lab yumaloq holga keltirib oldinga chiqishlik bilan chiqyapti. Va, vi, vu, av. Mana shu holatda talaffuz qilish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni vav harfi o'zbek tilidagi v harfidan butkul nima qilar ekan? Farq qilar ekan. O'ylaymanki, bugungi darsdan keyin albatta vav harfini go'zal holatda talaffuz qilasiz. Agar siz v qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zbekcha v qilib qo'yadigan bo'lsangiz, biroz udareniyalar bo'ladi. Ya'ni udareniyalar bilan chiqadi biroz. Lekin arab tilidagi vavda, avda hech qanaqa o'sha yo'q.
av. Lekin o'zbek tilida v da biroz nima bor? Vibratsiya bor. Mana shu joyga e'tibor berib qo'yamiz. Av, va, vi, vu. Ko'rib turganingizdek, undosh holatda ham va deganimda oldinga chiqazyapman labim. Vi deganimda ham v ni birinchi aytib olib, keyin i ga ketyapman. Vu da esa to'laqonli u oldinda bo'lyapti. Endi buni eslab qolish juda ham oson. O'sha 9 harfi bor, 9 soni bor bizda. O'sha 9 soniga o'xshatib biroz yonboshlab olgan, ya'ni ozgina yonboshlagan harf sonni ko'rsangiz, bu o'sha vav harfi bo'ladi. Va bundan yana eslab qolamiz. Mana bu jihat bosh qismi bor-ku, mana yumaloq holga keltirgan. O'shandan ham bilib olamiz, vav harfini o'sha nima bilan yumaloq holga keltirib oldinga chiqazib talaffuz qilar ekanmiz. Bizda keyingi harf bu ha harfi. Bu harf halqumning tubidan chiqadigan harf hisoblanadi. Ya'ni ha harfining mahraji chiqadigan o'rni halqumning tubi. Mana shu joydan chiqadi. Halqumning ya'ni o'rtasidan ha edi. Arab tilida 3-h ga keldik. Ya'ni 3 ta h bor edi. Birinchisi xo edi, keyingisi ha edi. Bu esa ha harfi. Buni o'sha hoyi havas ham deyshadi. Endi buni qanday aniqlashtirib olamizda? Deganimizda ham sifati bor. Ham sifati bu ham tovush, ham havo birgalikda chiqadi. Tovush va havo birgalikda chiqadi. Deganimizda tovush va havo birgalikda chiqib kelyapti. Deganimizda esa tovushni o'zi chiqayotadi, havo qo'shilmasdan. Lekin bu joyda deganimizda havo va tovush birgalikda yugurgilab chiqib kelyapti. Misol uchun kimdir masalan sizni chaqirganda ha deysiz, ha. Mana shu joyda ha deganingizda ha harfi chiqadi. Hech kim ha demaydi yoki ha demaydi-da, ha deydi. Ha deganingizdagi halqumning tubidan chiqib keladi. Ya'ni ko'krak qafasi yig'ilgan havo halqumning pastki qismidan chiqib kelar ekan. Bilib olamiz, ha harfining mahraji chiqadigan o'rni halqumning tubida ekan. Mana shu joylarda halqumning tubi hisoblanadi. Halqumning o'rtasi mana bu joy va yuqorisi mana bu joy. Tushunarli bo'ldimi? Birgalikda takrorlaymiz. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, o'ylaymanki, juda ham oson va buni nazariyasini tushunib olgan bo'lsangiz juda ham oson. Bittada chiqmasligi aniq. Bir necha bor takrorlaysiz, eshitasiz, yozib olasiz, eshitasiz. Mana shu holatda takrorlab albatta chiqazib olasiz. Keyingi harf bizda bu lam alif. Lam alif bu harf emas, ikki harfdan tashkil topgan harflar birikmasi. Lam alif o'z nomi bilan lam va alifdan tashkil topgan harf birikmasi. Bu nima uchun kerak bo'ladi desa, o'sha la harfi alohida bo'ladi. Ya'ni alif o'zidan avvalgini harakatini cho'zish uchun kerak bo'ladi. Mana shu joyda la degan ma'noda ham keladi. La arab tilida o'zi la degani yo'q degani. Ko'rib turganingiz mana bu lam alif, ya'ni bu harfni ham bilib olganingiz yaxshi. Nega lam alifni birgalikda berdi desa, chunki mana shu joyda alif o'zidan avvalgini nima qilar ekan? Harakatini cho'zish uchun kerak bo'lar ekan. Bu o'rinda mana shuni ham bilib o'tib ketsak yaxshi. Lam alif. Keyingi harfimiz bizda ya harfi. Ya'ni harflarning yakuniga yetib keldik. Bu joyda esa harfni bizga yakunlab beradi ya harfi. Ya harfining mahraji tilimizning o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglay. Xuddiki jim harfi va shin harfiga o'xshab tilning o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglaydan chiqadi. Ay. Ko'rib turganingiz mana bu ya harfi va bu ya harfining mahrajini bilib oldik, chiqadigan o'rnini bilib oldik. Ya harfining chiqadigan o'rni tilimizning o'rtasi va uning ro'parasidagi tanglay ekan. Ay. Uni eslab qolish juda ham oson. Masalan, savatcha, ya'ni korzinka, ruschasiga aytadigan bo'lsak, korzinka bo'ladi-yu. Korzinkalarda kirganimiz suriydi degan. Xuddi shunaqa holat, ya'ni bundoq bo'ladi va ikkita balonchasi bor. Mana shu orqali ham eslab qolsangiz bo'ladi. Biroz tomog'im og'rib qoldi. Demak, tushunarli bo'ldimi? Ya'ni ya harfini talaffuz qilishimiz. Ay, ya, yi, yu, ay. Biroz nima bo'ldi? Sirg'anab chiqdi. Ay, ya, yi, yu, ay. Mana shu holatda takrorlang. Ya, yi, yu, ay. Demak, takrorladingiz degan umiddaman. Harflarning barchasini o'tib oldik.
ko'rinishlari, sifatlari, ya'ni ularni qanaqa talaffuz bo'lishi barchasini ko'rib chiqdik. Shu joygacha ham tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lsa, qaysi ma'lumot sizga ko'proq yoqdi? Izohda albatta yozing. Buni albatta men shaxsan o'zim o'qiyman. Ya'ni qaysidir ma'lumot sizga wow effektini bergandir. Qaysidir ma'lumotni aytganimda o'sha miyangizda lampochka yongandir va o'sha dopamin moddasini, gormonini ishlab chiqargandir miyangiz. O'shani izohda yozib qoldirsangiz, albatta men o'qiyman. Endi meni bitta orzuyim bor. Ya'ni qanaqa orzu desa, imkon qadar ko'proq insonlarga arab tilini o'rganishlariga, ya'ni osonroq o'rganishlariga sababchi bo'lmoqchiman. Shu maqsad yo'lida o'zimni Alifiya onlayn maktabimga asos soldim. Ya'ni bu maktabda faqat arab tili bo'ladi. Endi Alifiya o'zi nima va unda nimalar bor? Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni Alifiya kurs taqdimotini birgalikda sizlar bilan qilamiz. Kurs kimlar uchun? Ya'ni kimlar uchun bu kurs moslashgan? Talabalar bo'lsa, agar siz talaba bo'ladigan bo'lsangiz, albatta bu kurs siz uchun. Nafaqa yoshidagi insonlar, agar yoshingiz katta bo'ladigan bo'lsa, arab tilini oson metodlar bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bu kurs siz uchun. Offlayn darslarga bora olmaydigan ayollar uchun. Ya'ni uyda farzand tarbiyasi, uy yumushlaridan orta olmayotgan va ko'chaga chiqa olmayotgan ayollar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu kurs siz uchun. Arab tilini o'rgangan, lekin natijaga chiqa olmayotgan, ravon o'qishda qiynaladigan, ya'ni arab tilini o'rgangan, esdan chiqarib qo'ygan yoki arab tilida o'sha o'zini biladigan muammolar bor. Ya'ni harflarning mahrajlari bilan muammolar bor, to'g'ri talaffuz qila olmaydi yokida o'sha ulab o'qib keta olmaydi yokida qanaqadir muammolar bor. Agar sizda mana shu muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu kurs siz uchun. Umumiy olganda arab tilini noldan o'rganmoqchi bo'lgan barcha uchun bu kursimiz to'g'ri keladi. Kelinglar endi kursni ichida nimalar bor, hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Kursni biz modullarga ajratib chiqamiz. O'shandan birinchi modul bizda kirish moduli hisoblanadi, ya'ni kirish darsi. Va bu darsda, ya'ni bu darslarda siz nimani qo'lga kiritasiz? Natijasi nima bo'ladi? Arab tilini o'rganishda to'g'ri yondoshuvni shakllantirib, aniq maqsadlar bilan darslarni boshlaysiz. Ya'ni birinchi modulda siz nimani qo'lga kiritasiz desa, arab tilini o'rganishda to'g'ri yondoshuvni shakllantirib, aniq maqsad bilan darslarni boshlaysiz. Ikkinchi modulimiz esa boshlang'ich harflar. Ya'ni biz ikkinchi modulda o'zida boshlang'ich harflarga kirib ketamiz. Natijasi qanaqa bo'ladi? Ekraningizda ko'rib turgan so'zlarni bemalol o'qiy oladigan darajaga kelasiz. Va uchinchi modulimizda esa biz 5-6 harfdan iborat bo'lgan so'zlarni bemalol o'qiy oladigan darajaga chiqamiz. Natijasi mana ko'rib turganingizdek mana bu joyda bor, ya'ni 5-6 harfdan iborat bo'lgan so'zlarni siz bemalol o'qiy oladigan bo'lasiz. Ya'ni ularni nafaqat harflarni to'g'ri talaffuz qilishni, balki o'qiy oladigan va yoza oladigan darajaga chiqasiz. 4-chi modulimizda esa talaffuzi yaqin harflar. Talaffuzi yaqin bo'lgan harflarni alohida o'rgatganmiz va albatta ko'rib turganingizdek mana shunaqa talaffuzi yaqin va sizni chalkashtirib qo'yadigan, talaffuzi qiynaladigan harflarni birgalikda o'rganamiz va natijasida mana shunaqa bemalol o'qiy oladigan darajaga chiqasiz va ularni bir-biridan talaffuzda ajratib olasiz. Qanaqa holat talaffuz bo'ladi? Mana shularni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Endi 5-modulimizda qanaqa bo'ladi desa, 5-modulda talaffuzi qiyin harflarni ko'rib chiqamiz. Yuqorida biz 4 ta modulda talaffuzi bir-biriga yaqin, talaffuzi osonroq harflarni o'tgandik. Endi esa biz arab tilidagi talaffuzi qiyin degan harflarni nima qilamiz? O'rganib olamiz. Natijada esa siz arab tilidagi qiyin tovushga ega bo'lgan harflarni bemalol talaffuz qila oladigan, o'qiy oladigan darajaga chiqasiz. Va bizda 6-modulimiz bor. 6-modulimiz esa bu harflarning yakuni. Mana shu modulimiz bizda harflarni yakunlab beradi. Yuqorida biz o'tib oldik. Oson harflarni, talaffuz yaqin harflarni va qiyin harflarni o'tib oldik. Endi esa harflarning yakuni ham yetib keldik. Bu modulda to'laqonli harflarni yakuniga yetkazasiz va albatta sizda hech qanaqa savol qolmaydi. Harflarni to'g'ri talaffuz qilishda va ularni qanaqa o'qishda barchasini o'rganib olasiz. Arab tilidagi barcha harflar bo'ladigan bo'lsa, ularni nafaqat harflarni, mahrajlarni, balkim to'g'ri o'qiy oladigan, to'g'ri yoza oladigan darajadagi holatga kelasiz. Keyingisi esa bizda fonetika. Ya'ni biz 6 ta modulda harflarni butunlay tugatib oldik. Barchasini tugatib oldik. Endi esa bizda fonetika qismi bor. Fonetika qismida biz ma'lum bir qoidalarni o'rganib olamiz. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi, qanaqa holatda o'qiladi va ulab o'qishga oid qoidalar bo'ladi va barchasini o'sha fonetika qismida o'rganib olamiz. Birinchi navbatda 7-modulimizda fonetika kirish bo'ladi. Fonetika nimalar bo'ladi va qanaqa qoidalar bor, barchasini o'rganib olamiz va natijasida mana bunaqa holatdagi so'zlarni bemalol o'qiy oladigan darajaga chiqasiz. Endi bizda 8-modul bor. 8-modul esa ulab o'qish.
Ulab o'qishda bizda o'sha yuqorida biz so'zlarni, kalimalarni alohida o'rganayotgandik. Endi esa birgalikda umumiy bitta jumlani o'qiy oladigan darajaga bo'lamiz. Ya'ni bitta jumlani to'laqonli o'qiymiz. Oldin so'zlarni bitta alohida o'qiyotgandik. Endi esa bu modelda esa ulab o'qiymiz. Natijasi esa siz bemalol mana shunaqa so'zlarni bemalol o'qiy olasiz. 9-modelimizda esa harakatsiz nun. Ya'ni arab tilida ma'lum bir qoidalar bor. O'shalardan bittasi bu harakatsiz nun va o'shanga oid qoidalarni o'rganib olamiz. Va albatta o'sha bundan boshqa qoidalar ham bor, ularni ham o'rganamiz va natijasida esa siz 9-modelni tugatganingizda mana shunaqa bemalol so'zlarni o'qiy oladigan va o'sha sizga kerakli bo'lgan qoidalarni tushuna oladigan darajaga chiqasiz. Albatta bu modeldan keyin istalgan kitoblarni o'sha qoidalar bilan tushuna oladigan bo'lib qolasiz. 10-modelimiz esa bizda faqat amaliyot bo'ladi. Ya'ni yuqorida biz barcha qoidalarni o'rganib chiqdik. Fonetika qismidagi qoidalar, masalan, 7-modeldan 10-modelgacha bo'lgan qoidalarni umumiylashtirib, mana shu 10-modelda o'rganamiz. Faqat o'sha nazariy qismi emas, balki bu joyda amaliy qismini ham siz o'rganib olasiz. Amaliyotda qo'llaysiz. Ya'ni amaliyotdagi dars bo'ladi bu joyda. Faqatgina amaliyot bo'ladi. Amaliyotni o'zida ham o'sha modelga ajratganmiz. Bizda endi o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek 10 ta modelda siz harflarni bilib oldingiz, fonetikaga oid qoidalarni bilib oldingiz va albatta o'sha amaliyotlarni qo'lladingiz. Endi o'sha qo'llagan narsalaringizni, o'qigan narsalaringizni tushunish uchun nima kerak bo'ladi? Bizga lug'atlar kerak bo'ladi va so'zlash uchun va gaplar tuzish uchun ma'lum bir qoidalar kerak bo'ladi. Endi 11-modelda esa biz qisqa gaplarni tuzishni o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa holatdagi qisqa gaplarni siz 11-modelda tuzishni o'rganasiz. Ya'ni biz 10 ta modelda yuqorida o'tganimizda faqatgina o'qishlarni o'rganayotgandik, ya'ni to'g'ri o'qishni, ulab o'qishni va albatta ravon o'qishni o'rgangandik. Endi esa biz jumlalar tuzishni ham 11-modelda o'rganamiz. 12-modelda esa kundalik hayotga oid so'zlarni bemalol o'rganib olasiz va birlamchi o'zingizni fikringizni yetkiza olasiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu joy, ya'ni 12 ta modeldan iborat bu darslarimiz 3 oyga mo'ljallangan. Ya'ni har hafta bizda bittadan model ochiladi. Shunda 12 ta modelimiz bu 3 oy davom etadi. Ko'rib turganingizdek, siz o'sha harfdan 0 dan boshlab arab tilida birlamchi o'zingizni fikringizni bildira oladigan darajaga 12-modelda yetib kelasiz, xudo xolisa. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, darslar qayerda bo'ladi? Darslar maxsus platformada bo'ladi. Ya'ni darslarimiz maxsus platformaga joylanadi. Telegram yoki boshqa WhatsApp nimadirlarga emas, balkim o'zimizning maxsus platformamiz bor, xuddi mana shu joyga joylanadi. Ya'ni Instagram, Facebook kabi platformalar bor, xuddi shunaqa bizda ham o'zimiz platformamiz bor va darslar ana shu joyda bo'ladi. Sababi sizni chalg'imasligingiz uchun. Endi kursda nimalar bor? Ya'ni kursimizda 70 dan ortiq sodda va tushunarli video darsliklar bor. Ya'ni hozir men sizga o'tgan narsalarni har birini alohida ichiga kirib, alohida tushuntirganman. Ya'ni har biri o'ziga yarasha darslar bor. Mana shu darslarni siz 70 dan ortiq dars, tushunarli va sodda darslarni ko'rishingiz bo'ladi kursda. Maxsus darslik qo'llanma. Ya'ni bizni o'zimizning maxsus darsligimiz bor va bu darslik sizni qo'lingizga yetib boradi. Ya'ni biz sizga kitobni o'zimiz yetkazib beramiz. Qayerdandir kitoblarni qidirib yurmaymiz, balkim kitobni o'zimiz sizga yetkazib beramiz. Maxsus yopiq Telegram guruhi bo'ladi. Ya'ni Telegram guruhida nima bo'ladi? Bu joyda o'sha o'quvchilarni umumiy holatdagi gruppasi bo'ladi va bu joyda o'sha jonli suhbatlarni olib borib tursak ham bo'ladi. Keyin esa mehmon spikerlar. Ya'ni mehmon spikerlar kim bo'ladi bu joyda? Arab tilida yetuk mutaxassis, sohasida yetuk mutaxassis bo'lgan insonlardan biz o'sha master klasslarni qo'lga kiritsak bo'ladi. Ya'ni sohasi top bo'lgan ustozlardan o'rganamiz. Oraliq va yakuniy imtihonlar. Yuqorida aytib o'tgan modellarim bor-ku, har bir modeldan keyin bizda imtihon bor. Imtihon test savollar bor. Va 6-modelda esa oraliq imtihon va 12-modelni tugatganimizda esa yakuniy imtihon bor. Agar siz yakuniy imtihondan va oraliq imtihondan va albatta birinchi navbatda o'sha birinchi modelni test imtihonlarini o'ta olmaydigan bo'lsak, keyingi modelga o'ta olmaysiz. Shu jihatlari bor. Va albatta bizda sertifikat bor. Sertifikat kimga beriladi? Bu kursimizni muvaffaqiyatli oxirigacha o'qigan insonlarga beriladi. Kursimizni boshida yoki o'rtasida tashlab qo'ygan o'quvchilarga berilmaydi, balkim kursimizni oxirigacha imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan va o'zlashtirish yaxshi bo'lgan o'quvchilarga albatta biz sertifikat beramiz. Offline bituruv ham bo'ladi, albatta xudo xolisa va o'ziga yarasha sovg'alari ham bo'ladi. Hozir bu darsni yozayotgan vaqtimda Alifia kursiga sotuvlar ochilmagan bo'ladi. Bitta lekini bor. Siz Alifia kursiga oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.
Nima degani oldindan ro'yxatdan o'tish? Ya'ni siz oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yadigan bo'lsangiz, alifya kursi uchun alifya kursi ochilganda sizda eng zo'r imkoniyatlar bo'ladi va eng zo'r narxlarni, chegirmali narxlarni faqatgina sizga qilib beramiz va albatta biz tarafimizdan maxsus bonuslarni qo'lga kiritasiz. Maxsus bonus sovg'alarni ham mana shu oldindan ro'yxatdan o'tishingiz bilan qo'lga kiritasiz. Hozir videoning tag qismida, ya'ni izohlar qismida yoki ma'lum bir qismida bizni maxsus havola bo'ladi. O'sha havola orqali siz bizning alifya kursimizga ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Albatta, siz hozir ro'yxatdan o'tishni boshlang. Va albatta men sizga ungacha alifya kursida o'qigan o'quvchilarni o'sha o'tishlarni, ya'ni ijobiy fikrlarni sizga ulashaman albatta. Va albatta men sizga va'da qilgan o'sha harflarni chalkashtirib yuboruvchilar uchun mashq daftari ham mana shu joyda bor. Va albatta uni ham olish uchun bemalol o'sha havola orqali o'tib qo'lga kiritsangiz bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Darslarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Men Mirsotova Zahroman. Yoshim 59 da. Shu kursda o'qishimdan oldin menda hech qanaqa darajam bo'lmagan. Arab tilida o'qish orzuyim bo'lgan. Lekin grammatikasiz o'qish mumkin emasligini bilib qiynalardim. Shu Instagramda 3 kunlik bepul dars bo'lishini eshitib, darsda qatnashdim. Shunda ustozi mahoratlariga qoyil qoldim. Rosa oson tushuntirdilar. Qanaqadir odam qiziqishlari ko'payib, mana shu o'qishni o'qishim kerak deb oldimga maqsad qo'ydim. Dars davomida yozilsa o'qilmaydigan, yozilmasa ham o'qiladigan almashtirish qoidalari, grammatikalari, har xil mahrajdan chiqarib o'qishlar hammasini mukammal o'rganib chiqdik. Oxirgi darslarda mehmonxonada ishlatiladigan, aeroportda ishlatiladigan so'zlarni tarjimalarini ham o'rgandik. Gaplashish qoidalarini o'rgandik. Va shu tavsiyam menga o'xshab uyda o'tirib offlayn o'qishga qatnolmaydiganlar yoki ishlasa ham vaqt ajratib o'qishga bora olmaydiganlar uchun shu onlayn kurs tavsiya qilaman. O'qinglar, hech narsa yo'qotmaysizlar. Agar mana shu o'qishni davom etib yana 1 yilgacha o'qiladi deyishsa, jon dildan o'qiyman. Menga rosa kurs yoqdi. Ayniqsa eng qiziqarlisi ustoz dars o'tib beradilar. Takror ustoziga dars topshiramiz, ular tekshiradilar. Yana qiziqarlisi har modul oxirida test natijalari bilimlarimizni kuchayib borishiga rosa chiroyli ta'sir qildi. Shu maqsadda men rahmat deb qolaman Zakariya ustozga. Ilmlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin.